Assalomu alaykum, dakan ishqibozlari. Mana navbatdagi dakanlar uchun mo'ljallangan kataylarimiz tayyor bo'ldi. Bularni esa birma-bir tanishtirib o'tamiz. Siz esa videoga like bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Bu katagimiz 1.35 ga, balandligi 1.95, eniga 90 cm. Hammasini eni bir xil 90 cm dan, bo'yi 1.95 dan. Bu katagimiz bitta xo'roz, bitta makonga mo'ljallangan, bir paraga 1.35. Kattaroq varianti bu, ikki etajli. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchisi mana. O'rtasidan mana bu yerdan bo'lik ikkita katak. Komplekt olaman deganlarga ham berilaveradi. Bu kataklarimiz esa 1.10 cm dan, bo'yi 1.95, eniga 90 cm. Doydiganlari bor, o'rnatib beramiz. Har bittasida bittadan doydigani bor. Bu ham xuddi shunday bir komplekt. 1 2 3 4. Hammasini to'rttasini bitta olaman deganga ham berilaveradi. Yakkalab shu ikki etajini olaman deganlarga ham berilaveradi. Mana bu yerda bir xonaligi ham bor. Balandligi 1 metr, eniga 90, uzunligi 1.10 cm. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, 94 kodi bilan 177 33 15 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar.